Xo'sh, shu yo'lni boshidan boshlab video yozaman deb mikrofonlarni taqdim, telefonni qo'shdim. Xayolimga hech narsa kelmadi. Hech narsa kelmadi. Shunchaki yurdim. O'yimga hech narsa kelmadi. Nima deyishni bilmadim, nima deb yozishni bilmadim. Shunda bo'pti, esimga tushganda yoki yana bir yaxshiroq ideya kelib qolganda yozarman deb endigina ya'ni ortga surmoqchi edim ideyani. Shu vaqtda bilasizlarmi? Ichimda shunaqa o'zimga o'zim gapira boshladi. Ya'ni блин, уже kilometr yurib qo'yding, просто zaybal beri напиши просто yozgan, gapirgan уже, блин. O'zingni qo'lga olgan, o'shanda hammasi bo'ladi deb gapira boshladim. Вот. Shunda ko'pchilik shu ichki ovoz gapirganda uni просто ignor qilishadi, eshitishmaydi. Shu bilan bo'lib turadi, bu обычный holat deb kelishadi. Yo'q, aksincha bu siz o'zingizga kerak bo'lgan narsani gapiradigan, bu sizni budishingiz, ya'ni o'zingizni ichki ovozingiz. Вот. O'shanda be'tibor bo'lmaslik kerak. Просто eshitish kerak va действовать qilish kerak. O'shanda hammasi o'xshaydi. Вот. Menda уже shu gapimda inobatga olib bosganimcha shu videoni snimat qilib qo'ydim. Ko'rib turganlaringda уже как бы эффект есть.